Stop. Nega men unaqa qilyapman? Davay boshlaymiz beraman. Yaqinda bitta maqolada Vivo V29 ning ekrani baquvvat emas deb o'qib qoldim. Shuni o'zim tekshirib ko'rgim kelib qoldi. Pichoq bilan. Telefonning ustida plyonka bo'ladi va biz birinchi bo'lib u bilan birgalikda ekranni qirib ko'ramiz. Bosim bergandan so'ng plyonka yirtilib ketdi. Olib tashlaymiz. Endi ekranni plyonka siz qirib ko'rgan navbat keldi. Umuman izi qolmadi. Boshqa joylarini qiraman. Xulosa, plyonka qirilishi mumkin, lekin uni almashtirib yuborsanglar bo'ladi. Ekran esa ancha-muncha narsani chidab berdi, hattoki yondirdim, lekin hech nima qilmadi, o'zingizlar ko'rdinglar. Lekin men bu narsani chidab bermasa kerak.